Assalomu alaykum. Bugun biz siz bilan Yevropa huquqi va qonunchiligi borasida eng asosiy bilimlar bilan tanishib chiqamiz. Yevropa huquqi bu Yevropa ittifoqi doirasida amal qiladigan a'zo davlatlar uchun majburiy bo'lgan normativ huquqiy tizimdir. U Yevropa ittifoqi tuzilgan asosiy shartnomalarga tayangan holda shakllanadi va milliy qonunchilikdan ustun turadi. Yevropa huquqi iqtisodiyot, savdo, inson huquqlari, xavfsizlik, ekologiya, raqobat va iste'molchilar huquqi kabi ko'plab sohalarni tartibga soladi. Yevropa huquqi ikki asosiy qismdan iborat. Birlamchi huquq Yevropa ittifoqi asosiy shartnomalari Maastricht, Lissabon, Rim shartnomalari asosida bo'lsa, ikkilamchi huquq esa reglamentlar, direktivalar va qarorlardan iborat. Endi siz bilan Yevropa ittifoqi qonunchiligidagi eng muhim tashkilotlar haqida gaplashamiz. Bunga quyidagilar kiradi: Yevropa komissiyasi, Yevropa parlamenti, Yevropa kengashi va Yevropa ittifoqi sudi. Hozirgi kunda Yevropa komissiyasi Bryusselda joylashgan. Yevropa parlamenti va Yevropa ittifoqi kengashi Strasburgda, Yevropa ittifoqi sudi esa Lyuksemburgda joylashgan. Bu tashkilotlarning vazifalariga to'xtaladigan bo'lsak, birinchisi Yevropa komissiyasi qonun loyihalarini taklif qiladi. Qonunlarning to'g'ri bajarilishini nazorat qiladi. Shartnomalar ijrosini ta'minlaydi. Keyingi tashkilot esa Yevropa parlamenti. Yevropa parlamenti Yevropa fuqarolari tomonidan saylanadi. Qonunlarni ko'rib chiqadi, o'zgartiradi va tasdiqlaydi. Byudjetni tasdiqlashda muhim rol o'ynaydi. Va keyingi tashkilot Yevropa ittifoqi kengashi. Yevropa ittifoqi kengashi a'zo davlatlar hukumatlari vakillaridan iborat bo'lib, parlament bilan birga qonunlarni qabul qiladi. Siyosiy yo'nalishlar bo'yicha qarorlar qabul qilish vakolatiga ega. Bu tashkilot ham Yevropa ittifoqi qonunchilik tizimining markazida turadi. Yevropa ittifoqi institutlari o'rtasida o'zaro muvozanat mavjud. Yevropa ittifoqi sudi ushbu muvozanatni saqlashda muhim ahamiyatga ega. Uning vazifalari Yevropa ittifoqi qonunlarini talqin qiladi. A'zo davlatlar va institutlar o'rtasidagi nizolarni hal qiladi. Yevropa ittifoqi sudi Yevropa ittifoqi huquqiy tizimining markazida turuvchi, huquqning yagona talqinini ta'minlaydigan va integratsiyaning barqarorligini kafolatlaydigan institutdir. Uning vazifalari nafaqat nizolarni hal qilish, balki Yevropa ittifoqi huquqining izchil, adolatli va samarali qo'llanishini ta'minlashga qaratilgan. Xulosa qilib aytganda, Yevropa huquqi bu Yevropa ittifoqining siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotini tartibga soluvchi murakkab va rivojlanib boruvchi tizimdir. Qonunchilik jarayoni 3 asosiy institut. Yuqorida ko'rib o'tganimizdek, Yevropa komissiyasi, parlament va kengash hamkorligida amalga oshiriladi. Yevropa ittifoqining boshqa tashkilotlari ham umumiy maqsad bilan, ya'ni Yevropada barqarorlik, farovonlik va qonun ustuvorligini ta'minlash uchun birgalikda ishlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.